21-asr robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar misli ko'rilmagan tezlikda rivojlanayotgan davrdir. Bugun sanoat korxonalarida robotlar oddiy ishchilar qatorida, ba'zan esa ulardan ham tez va aniq ishlaydigan hamkor sifatida faoliyat yuritmoqda. Xalqaro robototexnika federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, sanoat robotlaridan foydalanish bo'yicha Janubiy Koreya mutlaq yetakchi. Bu mamlakatda har 10,000 ishchiga 1012 ta robot to'g'ri keladi. Asosan elektronika va avtomobil sanoatida qo'llaniladigan bu robotlar mamlakat sanoatini jahonning texnologik markazlaridan biriga aylantirgan. Ikkinchi o'rindagi Singapurda har 10,000 ishchiga 730 ta robot to'g'ri keladi. Uchinchi pog'onani esa Germaniya 415 ko'rsatkichi bilan egallagan. Robototexnika sohasining tarixiy yetakchilaridan bo'lgan Yaponiya 397 ta robot bilan 4-o'ringa joylashgan. Kuchli beshlikni esa Xitoy 322 ta robot bilan yakunlaydi. Birinchi o'nlikdan o'rin olgan boshqa mamlakatlarga Shvetsiya, Gonkong, Shvetsariya, Tayvan va Amerika Qo'shma Shtatlari kiradi. Raqamlar shuni ko'rsatadiki, robotlar endi nafaqat kelajak texnologiyasi, balki bugungi iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan.